Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Aktyor, rejissyor, taniqli xonanda Samandar Hamroqulov haqida hozirgina noxush xabarlar e'lon qilindi. Taniqli xonanda afsuski endi yo'q. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli aktyor va xonanda Samandar Hamroqulov Milliy telekanalning ikkalamiz ko'rsatuviga bergan intervyusida qanday tanishgani va ko'p yillik sabrdan so'ng erishilgan ota-onalik baxti va o'zlariga nisbatan bildiriladigan g'iybatlarga qanday munosabatda ekani haqida so'zlab berdi. Sovchilik va tanishuv, ijodkor bo'lajak rafiqasi bilan qanday tanishgani haqida quyidagicha aytib berdi. Onam maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Maktabimizda bir a'lochi qiz bo'lardi. U shu darajada aqlli va tabiiy go'zal ediki, ko'rib Alloh qiz bolani shu darajada go'zal qilib yaratganiga qoyil qolardim. Onam munosib nomzod qidiraverib, oxiri mendan senga qanday qiz yoqadi o'zi deb charchab ketdim izlayverib dedi. Orzuyimdagi qiz maktabdagi o'sha o'quvchi qizga o'xshashi kerakligini aytganimda, birini ko'rganlarini agar ma'qul bo'lsa borib suhbatlashib ko'rishimni aytdi. Ota-onasi bilan gaplashib ko'raman, agar xo'p deysa uchrashib ko'r dedi. Shu bilan ayolim Dilnoza bilan birinchi uchrashuvda tanishganmiz. Uning ko'zlariga oshiq bo'lganman. Ko'zlarining rangi yoqqani uchun ayolimni tanlaganman. Aynan ko'z inson uchun ichki oilamning ko'zgusi deyshadi-ku. Boshida uning ko'zlariga qarashga qiynalganman, chunki menga tik qaramasdi. Ko'zlarini olib qochardi. Keyin oxiri bo'ylarimizni o'lchab ko'raylikchi deb yoniga borganimda qo'rqib menga qaradi. Shunda ko'zlarini ko'rib, shu qizga uylanaman dedim. Samandar Hamroqulov sovchi bo'lib kelyapti deyishganida boshida jiddiy qabul qilmaganman, chunki bunga ishonmagandim. Buning haqiqatligini, u inson oldimga kelayotganini aytishganida esa uchrashuvga chiqishga cho'chiganman. U paytda 17 yoshda edim. Ular mendan 11 yosh katta. Dilnoza sabrliroq. Boshlovchining oilada kim ko'proq sabrli degan savoliga Samandar Hamroqulov shunday javob qaytardi. Mendan ko'ra Dilnoza sabrli va kuchli. Agar shu savol jismoniy tomonidan berilganda men kuchli bo'lishim tabiiy edi, ammo bu yerda jismoniy kuch nazarda tutilmayapti. Ayolim kutishni va ko'ngil olishni biladi. Agar asabim buzilib qolsa yoki o'zimni yo'qotib qo'ysam, yo bo'lmasa qattiq stress holatiga tushsam, meni faqat ikki inson qutqara oladi. Birinchisi onam bo'lsa, ikkinchisi Dilnoza. Uning xo'jayin, bu kunlar ham o'tib ketadi. Qo'yavering, shunday bo'lishi kerak ekan degan gaplari tushkunlikdan chiqishga yordam beradi. Rafiqasidan turmush o'rtog'ining mashhurligi kundalik hayotga qanchalik ta'sir qilishi haqida so'ralganda u shunday javob berdi. Ko'chada birga yurgan paytlarimiz odamlar kelib suratga tushadi. Bundan xursand bo'lamiz. Yo'llarda mashinamizni to'xtatishganda ham hurmat qilib qo'yib yuborishadi. Shifoxonalarga borganimizda ham navbatimiz kelmasdan oldin o'tkazib yuborishadi. Ammo hamma yerda e'tibor markazida bo'lganimiz sababli bemalol yurolmayman deydi Dilnoza Hamroqulova. Biz qanday so'rashni bilmas ekanmiz. Farzandli bo'lish umidida o'tgan yillar. Biz 10 yilga yaqin EKU qatnadik. Umidni uzmay harakat qilaverdik. Oxirgi marta borganimizda salbiy javob kelgach, chuqur tushkunlikka tushganmiz. Allohga oson ekan. Shuncha yil muolajalarga borgan bo'lsak ham, Xudo bizga tabiiy yo'l bilan farzand berdi. Xudo bersa ajab emas. Shuning uchun so'rash kerak ekan. EKUga borganimiz bilan Alloh xohlasagina farzand berar ekan. Ka'bani tavof qilgan paytimda Maryamxon tug'ilayotgan ekan. Umra ziyoratiga borgan vaqtim edi. 14 kun davomida u yerda yurib, hech Ka'baga yetib borolmayotgandim. Sherigim Sardor esa buning uddasidan chiqqandi. Odam ko'p, tavof qilish qiyin edi. So'ng oxirgi kuni Sardor
qo'limdan ushladi-da, o'zim sizni olib boraman dedi. Zich olomon orasiga girdob singari kirdik-da, amallab ichkariga o'tib Ka'bani ushladim. O'sha paytda qizim Maryamxon tug'ilayotgan ekan. Shu kuni qattiq yomg'ir ham yoqqandi. Maryam ismli qizim bo'lishini xohlardim. Dilnoza Hamroqulova. Uzoq yillar kutilgan farzandga Maryam deb ism qo'yilgan. Dilnoza Hamroqulova qizining ismi haqida shunday izoh berdi. Qur'oni Karimda ayollarning ismida faqat Maryam surasi bor. Faqat o'qiganimda niyat qilardim. Allohdan agar bizga qiz farzand bersang, ismini Maryam qo'yamiz deb so'rardim. Har safar shuni so'raganimda yuragim jiz etaverardi. Xo'jayinimga ham buni aytganman va Alloh bizga farzand berdi. Agar ularni sudga bersam, mendan boy san'atkor bo'lmaydi. Odamlar orasida tuhmat qiladiganlari ham juda ko'p. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda nimalarni yozishmadi. Qizimga nisbatan yozayotganlari bo'xtonlar yoki meni aybdor qilishlari uchun ularni sudga berib, jarima undirsam, mendan boy san'atkor bo'lmasdi. Nahot inson umrini kimgadir nimadir qilish bilan o'tkazsa, mana shu ishlardan rohatlanarmikin deb o'ylab qolaman. Afsuski hayotda g'iybatchilar ko'p, lekin bundaylarga e'tibor bermaslik kerak. Zero hikmat izlaganga hikmatdir dunyo, illat izlaganga illatdir dunyo. Dunyodagi eng yoqimli hid farzand hidi. Qizimni bag'rimga bosganimda qalbimda faqat shukronalik hissi o'tadi. Ayniqsa yelkamga boshini qo'yib olsa, xuddi malhamimni topgandek rohatlanaman. Dunyodagi eng shirin hid farzand hidi bo'lsa kerak. Eng yoqimsiz ovoz farzandingizning yig'isi, eng yoqimli ovoz esa uning kulgusi, deydi Samandar Hamroqulov bergan intervyusida. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Samandar Hamroqulov muxlislarga xonanda, rejissyor va aktyor sifatida yaxshi tanish. Bu yil 47 yoshni qarshilagan ijodkor shu kungacha ko'plab qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. Unga san'atda o'z o'rnini topish oson kechgan emas. Quyidagi maqolani o'qib, buning sabablarini bilishingiz mumkin. Dadam avariyada o'ldi. Samandar Hamroqulov 1978-yilning 23-dekabr kuni mashhur qiziqchi Rustam Hamroqulov oilasida dunyoga kelgan. Uning Iskandar ismli akasi va Sevara ismli singlisi bor. Otasi mashhur qiziqchi, onasi esa filolog bo'lgan. Farzandlarning bari bolalikdan san'atga mehr qo'ygan, ammo otasining erta vafoti sabab oila ko'plab qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. Rustam aka avliyo sifat, ertangi kunni oldindan ko'ra oladigan inson bo'lgan ekan. Farzandlarimiz ulg'ayib qolgach, Namanganda qurilish ishlarini boshlagandik. Rustam aka o'limidan bir hafta oldin rosa shoshib qolgani, hazil tariqasida vasiyat qilganini eslasam. Xotin, orqamda qol, mendan keyin turmush qurmagin, farzandlarimizning kelajagi yorug', agar ularga e'tibor bersang, seni yuzaga olib chiqishadi deb bir necha bor takrorlardi. Bor sarmoyasini to'plab, Namanganga qurilish mollarini olib ketayotganda yo'lini to'xtatdim. Uyni tezroq bitirish kerak, qandamay qish boshlanadi, bolalar ham ulg'ayib qoldi deya qo'yarda qo'ymay 30-sentyabr kuni yo'lga otlandi. Bu turmush o'rtog'im bilan so'nggi uchrashuvimiz bo'ldi. Qaytishiga tayyorlab qo'ygan ko'k loviyali osh yeyish ham u kishiga nasib etmadi. 1-oktyabr kuni tun yarmida qo'ng'iroq qilib, yuk mashinasi halokatga uchragani va Rustam Hamroqulov olamdan o'tganini aytishdi, deydi marhum qiziqchining ayoli Mavluda Hamroqulova.